My feet weren't covered when you started to rip everything apart. To'g'ri bo'lganda men ham G'azali hisobda olingan qolgan bir ma'noda xo'sh, ajoyib va mana bu yerda esa toza ippoy ekanligini ko'rishingiz mumkin. U nariroq surib turadigan bo'lgan ekan. Yorak harakati hujumi amaldagi Olimpiada chempionini, harakatdagi jahon chempionini ko'z yoshlarini to'kishga majbur etgan holat. Bu davom nima qilib qo'yganligini men zo'rman degandan foyda yo'q, zo'rdan zo'r chiqishi yana bir marotaba hisobini topayapti va bu zo'r, bu safargi zo'r final oldidan finalda belgilangan finalda amaldagi uchratib darhalarni mag'lubiyatni mana bu harakatlar orqali ifoda etishdan boshqa chora topa olmayapti. Nima qilib qo'yganligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi unga rahmim kelib boshladi to'g'risi. Tovushini chiqarib, baralla baqirib yig'layotganligini ko'rishingiz mumkin. Kasal bo'lib qolmasa bo'lgani. Bu yomon o'sha ruhiy tushkunlik, stress deb atashadi ayrim hamkasblarimiz. Yora, nima qilib qo'yding? Voy o'taya. Bunaqasi bo'lmagan, ko'ndiringlar. Albatta ular uchun Olimpiadada birinchi bellashuvdayoq chempion sifatida mag'lub bo'ldi. My feet weren't covered. Yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ladi.